Endi bu uyda olganimga mana qariyb 30 yil bo'ldi. Mana shu paytgacha loy ko'cha edi. Yomg'ir yog'sa mana bir texnika yurib ketsa, chuqur izlar bo'lib, suvga to'lib, bolalarimiz maktablarga yaxshi bora olmay qiynalardik. Yo'lda chekasidan avaylab yurardik-da o'zimiz ehtiyot qilib, chuqurga tushib ketmaydi deb. Bir traktor o'tib ketsa, 3 ta balonni o'zi chuqur bo'lib qoladi. Chuqurga tushib ketmasangiz bo'ldi. Ballonni o'ziga. Ichi to'la suv bo'ladi-da. Buni qiynalardik to'g'risi. Mana endi xudoga xohlasa unaqa bo'lmasa kerak degan umidamiz. Yo'l hozir ko'tarilib, mana o'rtasi baland qilinsa, mana suv ikki tomonga oqsa, demak unaqa ular yig'ilmaydi. Boyagi suvlar yig'ilmasa, hammamizga sharoit yaxshi bo'ladi. Bolalarim maktabni bitirgan, lekin mana shu yerda qatnab bitirdi, shu ko'chada qatnab. Tarixda birinchi marta biz xursandmiz, juda xursandmiz to'g'risida. Shunaqa bo'layotganiga. Rahmat, hamma tashkilotlarga, rahbarlarga rahmat aytamiz. Toshlar yotqizilib, kelajakda xudo xolasa mana asfalt bo'lib qolsa, bolalarimizga, nevaralarimizga yaxshi sharoit qilib bergan bo'lardik. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 11-oktyabrdagi 665-sonli qarorining ijrosini ta'minlash maqsadida Mirzacho'l tumanida jami obodonlashtirish boshqarmasi tasarrufida bo'lgan 19 kilometrdan ortiq bo'lgan yo'llarni ta'mirlash ishlari rejalashtirilgan bo'lib, unga ko'ra tumandagi jami 3 kilometr 200 masofadagi yo'llarga asfalt qoplamasi, 8 kilometr 200 metr bo'lgan uzunlikdagi tuproq yo'llarni shag'allashtirish belgilangan. Undan tashqari, ushbu dasturimizda 6 kilometrdan ortiq bo'lgan asfalt yo'llarining joriy ta'mirlash, ya'ni yamishni ta'mirlash ishlari belgilangan. Hozirgi kunda to'liq tumandagi tuproq yo'llarini shag'allashtirish ishlari yakunlandi. Undan tashqari, asfalt qoplamasi yotqizish bilan bog'liq bo'lgan ko'chalarimizda tuman markazidagi bir dona ko'chamizda Jambul ko'chamiz qolgan ishlar to'liq bajarilib, aholi foydalanishiga topshirilgan. Shu bugun Paxtazor tumanidagi Paxtazor hududidagi Mirzo Ulug'bek ko'chasining 436 metr uzunlikdagi tuproq yo'lini shag'allashtirish ishlari yakunlandi. Hozir ish jarayoni oxirgi qismlar olib borilmoqda. Ko'chaga suv sepib, ya'ni zichlash uchun maxsus texnika yordamida zichlash ishlari uchun tayyorlanib turibdi. Jami bu bajarilgan ishlarni kelgusida uchun hamma borgan mahalla fuqarolar yig'indi qo'shimcha keyingi yillar uchun ta'mirlanishi rejalashtirilgan bo'lgan ko'chalarni hardan ro'yxatga olib, keyingi yil uchun manzilli dasturga kiritish yuzasidan takliflar ishlab chiqilmoqda. Bunda asosan aholi va shu yerda yashovchi fuqarolardan kelib tushgan murojaat va ularning takliflaridan kelib chiqib, hozirgi kunda ro'yxat shakllantirilmoqda. Kelgusi yillarda ushbu ishlarimiz davom ettiriladi. Hozirgi kunda mana fuqarolar tomonidan ham berilgan anaqalarni eshitdik, so'zlarni hammasi ijobiy fikrda. Ba'zi joylarimizda to'g'ri kamchiliklarimiz bo'lishi mumkin. Birinchi yil yangi tashkilot, lekin qo'ldan kelgancha o'z ustimizda ishlab, mana yo'llarni ta'mirlash ishlarini yakunlab aholiga topshirib kelmoqdamiz.